Eng asosiysi u ham markaziy himoyachi bo'lgan Ko'k Akulada va Bubista haqida gaplashamiz. Bu Kobo Verde va uning murabbiyi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kobo Verdega Argentina bilan o'yin xuddiki bu jahon chempionatining finaldek o'tdi. O'zi futbolda bitta zo'r oltin qoidasi bor. Har bir o'yinga finaldagi tushish kerak va har bir o'yinda finalni o'ynaganda o'ynash kerak. U raqibing kim bo'ladi, u o'tda kimlar o'ynaydi, umuman farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Bubista markaziy himoyachi bo'lib turib, mana shunaqa natijaga erishdi. Ya'ni murabbiylik faoliyatida malades, tabriklayman, bizga ham shunaqa murabbiylar nasib qilsin. Bubistaning 3 ta oltin qoidasi, ya'ni jamoani shakllantirishda bu intizom, disiplina, mustahkam himoya bo'lgan va mana shu omillar jamoani shunaqangi darajada jahon chempionatida ko'rsatib berdi hammaga va hamma muxlis bo'lib qoldi bu jamoaga. Vazinaga alohida respekt, omad, mana 40 yoshda nimalar qilish mumkinligini ko'rsatib qo'ydi va Messini qanaqasiga davleniyasini oshirib yubordi. Sog' bo'linglar, hamma fikringizni kommentariyada yozib olinglar.